Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar, turibmisizlar? Sizlar bilan Nodirbek Dilso'z bolalar. Bugungi videomizda sizlar bilan biz Dream League Soccer 2026 o'yinida Dilso'z Valiyev bilan revansh qilishga harakat qilaman. O'tgan o'yinda yutqazib qo'ydim. 4-1 hisobda bu o'yinda revansh qilishga harakat qilaman. Bolalar obuna bo'lib like bosibdilar, birga bo'lishimiz kerak. Do'stlar, shu tarkibda o'ynayman. Gabriel bor, Van Dijk, futbolchilarim Jon Yug'i. Yutqazib qo'ymasam bo'ldi bolalar, короче. Shu vaqtdan bo'lib qo'ydi. Xuddi kelishib olganmiz Dilso'z Valiyev bilan. Bosdik bo'lmasa. Короче, mana bolalar, o'yin boshlanyapti. Orqada biroz qo'ylar ovozi kelsa uzr so'rayman. Pas qo'ymasam bo'ldi-da. Salahdan Hakimiga pas, Hakim aldab ketdi. Mana futbolchilar juda tezkorda, meniki juda asta yuradi. Akkauntim bo'tligi uchun Mendes to'pni bermaydi songa, lekin to'pni olib qo'ydik. Pas bera olmay qoldim. Bastoni yaxshi do'stlar. Voy, to'pni ol. Xato bolalar, xato shoshilganimdan. Biroz pauza qilmasak bo'lmaydi. Do'stlar, biroz pauza qildim shoshilganimdan. Yana biroz pauza qilamizmi deyman-da. Do'stlar, короче, mana o'zini qo'shib tashlaydi. Ketdi. Rafalyo 1-1. Hisob ochilmoqda do'stlar. 1-0 hisob. Yaxshi urib oldim. Orqadan mollarni ovozi kelsa uzr so'rayman. Chunki dalada edim. Oh, bilat, Rafalyo oldi. Nahotki olgan bo'lsa-yi. Yaxshi. Yo'q, bu vaqt o'xshamay qoldi-da. Kimdir lekin yomon zo'r o'ynab qo'ydi shu yerda. Qaysi futbolchiligini bilmam. Lekin rahmat o'sha futbolchiga. Biroz internet ishlamayapti. Ozroq bola internet ishlamay qolyapti. Pas o'tyapti. Erling Haaland. Pas bersa chunki Rafalyo tezroq. Salgina qoldi-ya. Xato. Birdan darvozaga tepishim kerak edi do'stlar. Ikkinchi taymda boshlaymiz. Bu revansh o'yin do'stlar, revansh. Chiqib o'tishga harakat qilaman. Urib ketmoqda, baribir urib ketdi. Ana endi comeback qilishga to'g'ri keladi do'stlar. Barkal ya, o'zimdan chiqmadi ham. Ya, nima keragi bor bunaqa pas? Darvozani chiqar. Ay, bilat. Yana urib qo'ydim, 2-1 hisob. Pas o'tmoqda do'stlar. Pas o'tdi yana. Bu nima keragi bor buni? Voy bilat. Pas do'stlar, pas yana. Pas ber, burchak to'pi. Taktika qilmoqchim, taktikalarimiz o'xshamayapti. Yaxshi. Futbolchi bor ekan, do'stlar, ko'rmabman.
Yerdandir Lautaro bilan kelib qoldi. Afsuski 3-1 hisob. Akkauntim botlikka o'tdi do'stlar. Botlik qilyapti. Sal bitta kuchayganimda. Hozir nastroykani to'g'rilamasam bo'lmaydi. Ketdi u. Comeback qilolmaganman do'stlar. Akkauntim botlik qilyapti-da. Shuncha futbolchini almashtirib tashladi endi. Yaxshi. O'yla. Yaxshi do'stlar, taktika ishlayapti. Zarba. Voy bilan shoshildim bola kiribchi. Juda qattiq shoshildim. Bilasizlar. Taktika qilsam, bu o'tmayapti-da pasim. Endi-chi, Rafalyo, endi nima qilyapsan? Golda, короче, bola yutqazdim. Darvozadan ajoyib seyf bo'ldi. Messini tushirish kerak. Короче. Va 4-1 bo'lami deyman hisob. Короче, 4-1 bo'lyapti. Internet qotib qoldimi? Internet qotib qoldimi? Valiyevdi, yaxshi. Короче, yutqazdim bola. Obuna bo'lib like bosib qo'yinglar. Tezroq birga bo'laylik do'stlar. Keyingi o'yinlarda revansh olishga harakat qilaman. Hammalarga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.